Ko'pchilik shunaqa qilib 12-1 gacha maza qilib uxlaydigan kun, ya'ni yakshanba menda 3 ta qiziq holat bilan o'tdi. Kunim sizlar kommentariy yozishingiz uchun ataylabdan oynani artmasdan yuzimni, tishimni, boshimni yuvib va uni quritishdan boshlandi. Tayyorlanib Yandex chaqiruvdim. 10x keladi deb yozuv chiqdi va 10x ga chiqib o'tirishim bilan nimadir yomon yoqdi. Keyin bilsam, sidenasi koja va yetmaganiga okani ertalabdan birinchi klientlar ekanman. Jindinglar-yu. Yaxshi ham abagrev bor ekan, srazu yoqib oldim. Birinchi lokatsiya 10:00 kardinal edi. Aytgancha o'zi men Face'li umuman qilmayapman. Endi qadrdon bo'lgani uchun faqat kontentini rivojlantirishga boshqatdan kelishib oldik. Bu yoqdan chiqib shoshib ikkinchi lokatsiyaga 20 minutlik keldim deb maqtanayotganimda o'quvchilarimizdan biri meni uzoqdan chaqirib qoldilar. Qarasam, vodiydan menga bir paket sovg'a olib kelibdilar. Ichkariga kirganimizdan keyin ozgina bu narsaga yeb ichib olishga qaror qildim. Ha, o'zi bu meni kuratorlik qiladigan InstaVibe kursini 4-patok bitiruv marosimi edi. O'quv kursida bu safar yaxshi mehr berordimmi deyman. Ko'pchilik asroriga qolib, men bilan rasmiy tushib olishga kirishib ketishdi. Lekin rosa xursand bo'ldim. Xullas tadbir boshlandi va juda ajoyib o'tdi. Endi tinchida video olaman deganimda paq etib xlapushka otib qolishdi. Keyin hamma InstaVibe deb baqirgandan keyin tadbir ham tugadi. Shunaqa gaplar. U yog'iga kadr olish esimdan chiqib qoldi. Shuning uchun ham o'zinglarni yakshanbalar qanaqa o'tganini kommentariyada yozib qoldiringlar.